bo'lsa akkumulyator ish beraveradi-da. Qanaqa yurg'izamiz? Alo. Jahongir, tuzimsan? Bu Jamoliddin aka, assalomu alaykum. Tuzimsiz, yaxshimisiz? Mashinam yurmayapti. Bunaqa bo'lsa. Ha, bo'ldi, hozir boryapman. Ha, bana akkumulyatordan permitga qilib qo'yamiz. Xozmaga kirib kabel olib olaman bu. Bu tezroq kelgin, yurib olaylik. Ochiq bo'lsa, xo'p. Kesinlikle uzağımız da olsa. Burada hop geçecek abi ya. Hozircha bekitib qo'yishibdi-yu, Xozmaga, ha? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzimsiz, charchamasdan. Zarlatda. Telefon qilib ko'rayman birinchi. Telefon qilib ko'raychi. Alo, Shahboz bey. Yaxshimisiz? Tuzimsiz, charchamasdan. Ha, Xozmaga o'tasizlarmi? Kabel zarlatdan permitga qilib yurgizish kerak edi. Dam olyapti o'zingizmi? Ha, uzr bezda qilganim uchun. Xo'p, bo'pti, salomat ekan aka. Bekitib qo'ydi. Hozir qarang. Bitta Jamolning akami mashinasi yurmasdan yo'lda qolib ketibdi. Akkumulyator nolga tushib qolganmi, endi ishlamay qolganmi? Pishganmi akkumulyator? Xullas, yurgizish kerak ekan. Men mashinam bilan borib kabel do'stishim. Kablingiz yo'qmi bola? Kabel yo'q. Nima qilsin? Internetdan so'rang. Internetdan so'rash kerak. Yo'q. Yaxshi aytib qoldingiz, hozir so'raymiz-da. Qo'ng'izda permitli taksi degan narsa chiqdi. Voy, telefon qilamiz. Qaydan bo'ldi? Alo. Permitli taksimi? Qo'ng'izga ham shu ulab yoqib beraverasizmi? Narx qana bo'lar? Narxi nima ahamiyat bo'lishi bitadi. Bo'ldi. Kelavering Xonqizni markaziga kelamiz, ha? Xonqizni markazida 616 Spark yurmay qolgan xullas. Bo'ldi, xo'p, kelavering, xo'p. Gazga o'tgan. Mana instrumentlaringiz birov olib ekandim ma'lum. Bor instrumentingiz shumi? Anday uzun kabel bu narsa. Mashinamiz yuradi. Lekin Jamol aka. Ha, keldim. Ha, kabel ma'lummi bormi? Ya, men mashinamda kelmadim, permitli taksi degan narsa chiqqan ekan, hozir ko'radi. To'xtab turmish. Nima karomat ko'rsatishni hozir ko'rasiz. U kapotni ochib qo'yasiz. Kapot ochib olasiz. Mosin. Bo'ldi mana. Dedi. Hozir bor instrumentingiz shumi? Bor instrumentingiz shu. Mana yuzlar Jamol aka. Bundan baholasi. Hozir yurasiz aka, shundan akkumulyator to'ladi. Buni nimaligini ham qiziqyapsizmi aka? Hozir bilib olasiz.
Xullas Jamoldan aka bu перемещенный taksi degan narsa mana bu Lider avto zapchas magazinda, avto ehtiyot qismlar magazindan u Elbek ekan. Mana shu apparatchasini o'zida bor-ku, hozir ko'ringlar, boshqa narsalari ham bor. Mana shu narsani o'zida 20 dan ortiq avtomashinaga yordam berdi. Yo'lda to'xtab qolgan, uchib qolgan avtomashinaga va oxiri shu g'oya tug'ilibdiki, mana kelinglar. Qarang, hamma narsa bor. Zapchas makini u avto olamga taalluqli bo'lgan hamma narsa bor Lider avtoda. Lekin eng asosiysi hech kim qilmagan ishlar. Ko'pchilik joyda bor ekan, bu Marg'ilonda, shaharda, Farg'onalarda bor ekan, shaharda bor ekan, lekin bizni o'zimizda Xonqizda yo'lga qo'yilmagan ekan. Mana shu yurg'izib berish xizmati shu. Yurg'izib berish xizmati. Перемещенный taksidir ekan. Bizga ham keldi-da endi. Bizga keldi endi. Mana sovuqda o'tirdim, yaxshi bo'ldi. Mana hozir kabel olib keldingmi desa, mana tayyor narsa bor ekan. Yangilikda endi buni ochib tushuntiramiz endi. Tushuntirchi, nima qanaqa qilinadi bundan? Akkumulyator hisobida. 12 voltli akkumulyator deydi. Mashinadan mashinaga peremishga qilmaysiz, buni o'zi yurg'izib beraveradi. Akkumulyator qattiq olib ketadi, bog'lab olib ketadi. Mashinani kerak. Uzoqda mashina yo'q joyda qolib ketadimi, kabel yo'q bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bemalol. Bu katta mashinalarda ham yurg'iziladimi? Bog'lasa o'zimiz jim mashinalar. Ha, jemlar. Katta mashinalar Yo, misol ko'rgan. boshqa mahallada yo bir dalada qolib ketsa, borib yurg'izib beraverasanmi? Yurg'izib beramiz. Yaxshi bo'ldi mana shu. yaxshi xizmat tashkillanadi. Birovni chaqirib, sudrab olib kelmaysan mashinani. Birov chaqirib, bir kabel oqtar, uni shilib, plus minus qilib yurg'izgandan uni bilan. Endi bu joyda yana bitta boshqa xizmatlar ham bor, to'g'rimi Elbek aka? Endi borib перемещенный taksida yurgizib berish xizmatidan tashqari, mana bu перемещенный taksida kim tashkil qilmoqchi bo'lsa, xuddi shunaqa apparatni yetkazib, olib kelib berishib, o'rgatib, hamma yo'g'ini qanday ish tashkillashni ham o'rgatib qo'yishar ekan. Undan tashqari, agar sizni yo'ldasiz yoki daladasiz yoki uyda oldidasiz, lekin kalit ichida qolib qulflab qo'ydingiz, ochib berish xizmati ham bor, to'g'rimi Elbek aka? Xullas, avto olamga taalluqli xohlagan savolingizni quyidagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin. Albatta, ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yishni va like tugmasini bosishni bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Izohlarda fikr munosabatingizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon sizlarga. O'rta qolib ketish